Gap yo'q lekin. Ahmadboy buyini qasr xitlashyapti-da. Ya Ahmadboy qo'shni horma endi. Uy ham boplabsiz. Bizga o'xshab qo'shnilarga ehson qilib turibsizmi? Ana qo'shni sunnat qiynalib yotibdi. Shunga yordam bersangiz bo'lmaydimi? Hamma topgan pulingizni uyingizga tiqavermasdan, boshqa qilmasdan. Hozir ishlar ko'p aka. Vaqti kelsa biz ham qilarmiz sizga o'xshab. Ziqna edi, ziqnalariga ishcha qopti. Siz gapirgan foydasi ham yo'q. Bo'pti. Ha, qo'shni tuzumisiz? Ha, rahmat. Uzr tushmadimi? Tushish shart emas. Mashinangizda g'iz etib bu yoqqa o'tasiz. Unda qo'shnilardan xabar olishni ham biling. Kecha Sunnat akamnikiga ancha ro'zg'or qilib tashlab chiqdim. Siz ham bir xabar olib qo'ying. Qiynalib qoptilar qo'shni. Bizani ham ehson qiladigan paytimiz kelib qolar. Uzr, sal shoshyotgandim. Assalomu alaykum. Qo'shni. Qo'shni kecha uydagilar bilan o'tirib maslahatlashib, ozgina ehsonimiz bor edi. Shu siz lozim topdik ehson berishga. Mana shu ehsonimiz bor edi, ozgina 50 mingni olsangiz. Ro'zg'oringizda kamchilik bo'lsa, o'shaningizni butlab olasiz. Ha, keyin aytganda qo'shni men bu ko'chalaringizdan sal epletlarga qarab oling. Mehmon kelganda odam uyalib qolyapti-da. Avodi yetmasa aytsangiz yana beramiz, xo'pmi? Ha, qo'shni chiqarsiz. Xo'p, rahmat aka. 50 ming ehson qilib 500 dollar ishib yurib ketdilar-yu. Yuring, kiramiz. Yo'q, shoshotgandim men. Qo'shni Sanjar akamdan eshitib qoldim. Qiynalib qolibsiz. Uyda non bor ekan, ko'tarib olib chiqardim. Ma'lum qo'shni shoshotgandim. Chiqarsiz uyga. Xo'p, rahmat qo'shni. Madrasasi o'tdi. Uy, sasib qopdi-yu. Moliga olib chiqish o'rniga menga olib chiqdi. Mayli, qo'shnining moliga olib chiqinglar qoling. Remontlar yaxshi ketyapti, faqat tezlashtirish kerak uka. Ichkarilar yaxshi bo'pti, faqat tashqarini ham so'kirlarni fosh qilasan, tepasini ham travertin qilasan, cho'tki bo'lsin o'zimning uyimdagi. Bo'ldi aka, hammasini aytganingizdek qilamiz. Bo'pti, o'zing kontrol qilma, shoshayotgandim. Hali kech payt uyga o'tsang aytgan narsangni olib berib yuboraman. Mana Ahmadboydan o'lib ketdi. Ahmadboy derdilaring. Ziqnalicha o'lib ketdi. O'zidan keyin mana uchastkalari, boylari qolib ketdi. Nima bo'ldi bu yog'i? Birovga bir tili foydasi emas. Mana biz qo'shnilarga ehson qilardik, to'g'rimi qo'shni? Srochnik chaqirgan ekansan, ukam tinchlikmi? Ahmad akam sizga aytibdi, uchastka qurdiruvdilar. O'zlari berish nasib qilmadi. O'shanga omonatni qabul qilib olasiz. Haqlariga bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Okey, sog' bo'ling. Chiqarsiz-a uyga.